Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Muhtaram jamoat muslimin, hurmatli qadrdon baliqchi birodarlar. Biz mana yana baliqga keldik. Bilasizlar, avvalambor tanishtirib o'taman. Mana Sirdaryoning boshlanishi. Sirdaryo boshlanib bir 5 kilometr pastroqda shu joyga keldik. Xudo xolasa baliq chiqadi degan umiddamiz. Tashab qo'ydik qalmoqlarni. Keyincha bir ikki joyga tashab keldik, bo'lmadi. Kechroq keldik, o'nlarda. Xudo xolasa bo'ladi degan umiddamiz mana. Yaxshi joylar. Ashaddiy baliqchilar bir tanisa ham kerak. Allohga shukr. Pat 8 bormi yo'qmi? Voy bilan. Olmoqda pat 8 bormi yo'qmi? Cheki akılıyor O katta sazan ekan. To'xtang mana chat. Maqa yuraver endi. Siz maqa yuravering, maqa. Ha? Patsay mashina dedi-da. Sop qo'yasiz aka. Keldi mana. Vo. Sekin. İpidan ushang. Leskadan ushang, ha. Yo'q. Leskadan ushang mana bu leskadan. Tepaga tashlab yuboring. Tepaga tashlang. Bu mana baliq. Bu baliq. Bu qo'lingizdan chiqarib yuboring. Qo'lingizdan chiqarib yuboring. Bu baliq bo'ladi. Yo'q, uni uchun. Qo'loslargan bo'lsin, setkangga solib qo'y. Bu mana qilib bo'ladi. Mana. Kechqurun mana. Adam bunga solib qo'y. Aladi. Kutyapti deydi, aytamandan deydi. Qora sazan chiqardi, oq chiqib bo'ldi. Ha. Yaxshi. Buradan chiqqan. Ha. Sopqo'ga qochib ketma. Bora 1,5 kilo keladi. Mana ba'zi muxlislarimiz sizlar ham baliq ushlaysizlarmi degan bir savollar beradi. Shu savollarga javob tariqasida bugun mana 2 kilolik sazan ushladim katlamandan. 2 kilo 7 gram. Balaga kichkina ilinib qolyapti-da bala. Hoji aka. Hay. Qasini? Yo'q, nayuzga keladi. Nariyog'dagimi? Bormi qilib yurog'i aka? Yo'q, mana shunaqa xolos. Sop ko'raman, keling. Qo'lingizni yuvib yurasiz. Nima? Chuvalga chiqdimi? Ha, chuvalga mana. Va tog'amizning nevarasi kalasi tushadi. Va barakasini bersin. Ilashib chiqyapti-da.
ilashib chiqayotgandik. Chiqmadi-yu. Hey. Halasi bor. Mana tashab qo'y. Bor. Bu ilashib qolibdi-da. To'xtab turing endi. Sekin men aytdim bu tortyapti hadeb deb. Ha, sal jonliga chiqibdi endi mana. Keyin hozir solib qo'y, sizga palasa go'sht solib beraman. Sal jonliga chiqibdi. Hozir. Ha, to'xtab turing. Qo'lim artib oling. Mana sal dadili chiqyapti endi. Subhanalloh. Ha, endi quyosh chiqyapti-da. Ha? Ha, penoplast qo'yganman. Молодец. Chuvalga chiqdi. O'zingiz olib qo'ying endi. O'zingiz oling endi. Ha, qani? Baliq chiqarganingizni rasmga olib qo'yaman. Oling o'zingiz. Qarang o'zingiz. Qo'lingiz bilan tepaga ko'tarib. Qani, chiqaringchi. Sekin qiynamay chiqaring-da uni. Ha, qiynamay chiqaring. Yine yonboshiga
Biz ha bor ekan. Kichikroq bo'lsa ham. Oh. Bor endi ha yo'qdan keyin. Tortmay qoldi, ashingiz tortdi. Ashinim tortyaptimi? Kichkina borga o'xshayapti shu. Ano sariqqa chiqmadi, chuvalga chiqdi. Ha, sariqqa chiqmayapti. Transka qilyapsiz-ku, chiroyli transka qilyapsiz. Qani bu ilmani ko'rib qo'ychi. Bu hozir kichkina qo'yish kerak ekan-da, ha? Qani? Ha, mana shu kichkina. Kichkina hali oqdan bo'ldi. Bir xilda, Ha, bo'ldi. Bor ekan kichikroq. Ikkita qo'shmoq chiqibdi-yu. Bu anaqa kichkina ilmoqmi? Kichkina ilmoq bo'lar ekan-da. Biz ilmoq qo'ymaymiz ekan. kichkina qo'ygan Bunga berib. Mana kichikroq ilashib qolibdi, to'g'ri aytibsiz. Oldim mana tuzirog'idan. Chuvalga chiqdi. chuvalga. Xamir demayapti. Bo'ldi mana olib qo'yaversin demayapsiz. Zo'r. Mana shu 7 yoshli bola. Mana kalasi ushadi. Va usta baliqchi bo'lib ketibdi mana. Bo'ldi, qopga solib qo'ying buni. Qopga solib qo'ying. Bo'ldi ana. Ha. Sekin shashilmay tushiraveraylik endi. Nima qilaymi? Ha, yaqinroq olib kelavering. To'xtang, men ashaqa olib o'taymi? Bunaqa bo'lib turadi-da, endi anaqasi yo'q. Olib kelaylik, mayda chiqarib olaman-da, yaqinroq olib. Yaqinroq olib keling, men chiqarib qo'yaman, keling. To'xtab turing endi, men chiqarib qo'yaman hozir. Shoshilmaylik, ha. To'xtab turing. Nima deysiz? Ipda, sizniki ip emasmi? Ipda yog'i. Yarmi leska, mana. Men endi qolaversinmi, qaytib otib qo'yaymi? O'z baqa otib qo'yray boshqa. Siz tomon ketib qolibdi bog'. Buni ham tortyapti endi. Iye. Bunga ham ilashib qolibdi. Mana uni tortdi-da.
Ha, bunga ham ilashib qolibdi-da mana. Tuzirog'. Mana. Ko'rdingizmi? Qanchalik yo'sa hech yo'q. Yaxshi bo'ladi. Ha? Endi hammasi ha, bor ekan. Ukam men ko'rmayapman. Ya o'tirib ko'ryapti yani. Haligacha bir urdi-da. Ha. Esdalikka olib qo'yamiz. Qani? Ha. Yo'q, YouTube'ga. Ha, bo'lmasam ilashibdi-da. Qani? Ha, aytdingiz, bilasiz ekan-a. Qarang. Men bilmadim-da, shuni o'yladim. Bu unaqa tortib qochib ketish yo'qda, yo ilashadi yo bo'ldi, anaqa. Tortib ilashgan bo'ladi-da. Ukamiz ham yana karas tushadi. Qani edi balig'ingizni ko'rsatib qo'yaylik. Kattaligini. Ha, yaxshi, gambuz ekan. Bo'laveradi. Buningni ham tortyapti, bu qizil. Yeb ket shekilli. O'tib olaveraman. Ha. Anaqa ruchka bag'i ilash beryapti-da, bu joyni zayn qilib olyapti-da. Ya Allah. İlashib qoldi. İlashdi-da, qattiq tortib oldi. Aytdim-ku. Mana karas. Karas yaltirog'i chiqibdi-da mana. Yutib yuboribdi ichiga qarang. Ha, kichik ilmoqliga yutib yuboribdi. Biz karas ko'p ekan, hammaga karas chiqyapti. Ha.